Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men siz bilan juda muhim, ko'pchilikni xavotirga solayotgan masala haqida gaplashaman. 1237 sonli yangi qonun va uning mulk huquqiga ta'siri. Bu mavzu bevosita uyi, hovlisi, yer uchastkasi, do'koni, garaji, dala hovlisi yoki meros mulki bor har bir insonni qiziqtiradi. Chunki hujjatlar tartibda bo'lmasa, kadastrda xatolik bo'lsa, meros rasmiylashtirilmagan bo'lsa yoki qurilish ruxsatsiz qilingan bo'lsa, muammo bir kunda eshik qoqib kelishi mumkin. Men bugun sizga vahima tarqatish uchun emas, balki oddiy tilda tushuntirish uchun gapiryapman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgardi? Kimlar xavotir olishi kerak, kimlar tinch bo'lishi mumkin? Eng muhimi, o'zingizni va mulkingizni himoya qilish uchun bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men aniq qadamlarni aytaman. Qayerga borasiz? Qanday hujjatlarni tekshirasiz? Arizada nimalarni yozasiz? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilmagan odam ertaga sudmasida yurib qolishi mumkin. Avval ko'p hollarda odamlar mulk masalasiga beparvo qarar edi. Masalan, bobosidan qolgan hovlida 20 yil yashaydi, lekin merosni notarius orqali rasmiylashtirmaydi. Yoki yer uchastkasi eski qaror bilan berilgan, ammo kadastr hujjati yangilanmagan, yoki uy 4 xona bo'lgan, keyin yana 2 xona qo'shilgan. Lekin rekonstruksiya kadastrga kiritilmagan. Yoki do'kon ijara asosida ishlatiladi, keyin meniki bo'lib ketgan degan noto'g'ri tasavvur paydo bo'ladi. Avval bunday holatlar uzoq yillar ko'rinmay turishi mumkin edi. Endi esa davlat organlari mulk, yer, kadastr, qurilish, soliq, meros va reyestr ma'lumotlarini ko'proq solishtiryapti. Yangi tartiblarning mazmuni shundan iboratki, mulk huquqi faqat og'zaki da'vo bilan emas, aniq hujjat. Davlat ro'yxati, kadastr ma'lumoti va qonuniy asos bilan tasdiqlanishi kerak. Agar mulk egasi hujjatlarni isbotlay olmasa yoki foydalanish qonunga zid bo'lsa, muammo paydo bo'ladi. Eng asosiy gap, qonun kelib hammaning uyini birdan olib qo'yadi degan tushuncha noto'g'ri. Lekin hujjati chala, nomi boshqa odamda, yer chegarasi noto'g'ri, qurilishi ruxsatsiz, uzoq yillardan beri egasiz yoki nizoli bo'lgan mulklar bo'yicha xavf oshadi. Mulk huquqi kuchli huquq, lekin u tartibsizlikni himoya qilmaydi. Agar sizning mulkingiz davlat reyestrida sizning nomingizda, kadastr hujjatlari joyida, soliq qarzlari nazoratda, qurilish qonuniy bo'lsa, sizda xavotir ancha kam. Avval odamlar ko'pincha qo'limda eski qaror bor, mahalla biladi. Qo'shnilar guvoh, otam shu yerda yashagan. 20 yildan beri men ishlatyapman degan dalillarga suyanardi. Albatta, bunday holatlar sudda yordam berishi mumkin, lekin bu har doim ham mulk huquqini avtomatik tasdiqlamaydi. Mulkning eng kuchli isboti bu davlat ro'yxatidan o'tgan huquqdir. Ya'ni kadastrda sizning nomingiz turishi, huquq turi aniq ko'rsatilishi, yer maydoni va bino maydoni mos bo'lishi kerak. Endi o'zgarish nimada? Birinchidan, noqonuniy egallangan yerlar, ruxsatsiz qurilmalar, davlat ehtiyoji uchun zarur bo'lgan hududlar, foydalanilmayotgan yoki maqsadsiz ishlatilayotgan yerlar bo'yicha nazorat kuchayadi. Ikkinchidan, kadastr va reyestrdagi ma'lumotlar real holat bilan solishtiriladi. Masalan, hujjatda uy 60 kvadrat metr, amalda esa 160 kvadrat metr bo'lsa, savol tug'iladi. Qo'shimcha 100 kvadrat metr qachon, qanday ruxsat bilan qurilgan? Uchinchidan, meros va ulush masalalarida ham aniqlik talab qilinadi. Agar uy 4 farzandga meros bo'lib qolgan bo'lsa, faqat bitta farzand men yashayapman, demak meniki deb sotib yubora olmaydi. Yana bir muhim o'zgarish. Davlat yoki boshqa vakolatli organlar faqat qog'ozga qarab emas, elektron bazalar orqali ham tekshiradi. Soliq to'lovlari, kadastr chegaralari, yer ajratish qarorlari, qurilish ruxsatnomalari, notarial bitimlar bir-biriga mos kelishi kerak. Mos kelmasa tekshiruv boshlanishi mumkin. Shu sababli men har bir tomoshabinga aytaman, menda hujjat bor deyish yetarli emas. Hujjatning bugungi elektron reyestrda qanday ko'rinishini ham tekshirish kerak. Birinchi toifa, merosni rasmiylashtirmaganlar. Masalan, ota 2010 yilda vafot etgan, hovli hali ham otaning nomida. Uyda esa o'g'il yashayapti. Singillar boshqa shaharda. O'g'il kommunal to'layapti, ta'mir qilyapti, lekin kadastrda egasi hali ham marhum ota. Ertaga shu uyni sotmoqchi bo'lsa, garovga qo'ymoqchi bo'lsa yoki davlat loyihasi hududiga tushib qolsa, kompensatsiya kimga beriladi? Merosxo'rlar aniqlanadi, nizo chiqadi, sudga boriladi. Demak, merosni rasmiylashtirmagan odamlar birinchi navbatda harakat qilishi kerak. Ikkinchi toifa, ruxsatsiz qurilish qilganlar. Masalan, fuqaroning hujjatida 6 sotiq yer va to'qalan kvadrat metr uy bor, lekin u hovliga yana oshxona,
qo'shimcha xona, ikkinchi qavat, kichik do'kon qurib olgan. Kadastrda bu ko'rinmaydi. Agar tekshiruv bo'lsa, bu noqonuniy qurilish deb topilishi mumkin. Ayrim holatda qonuniylashtirish imkoni bo'ladi. Ayrim holatda esa buzdirish xavfi paydo bo'ladi. Ayniqsa ko'cha qizil chizig'iga chiqqan, ariq ustiga qurilgan, yo'l yoki muhofaza zonasini egallagan qurilishlar eng xavfli. 3-toifa yer chegarasini aniq bo'lganlar. Masalan, siz 10 sotik deb bilasiz, kadastrda 2 sotik yozilgan. Qolgan 2 sotikni buvamdan qolgan deb ishlatyapsiz. Yoki qo'shni bilan devor 30 santimetr silgan, lekin bu yillar davomida hech kim e'tibor bermagan. Endi elektron xaritada chegara aniqlansa, nizolar boshlanadi. 30 santimetr kichik ko'rinadi. Lekin 20 metr uzunlikda bu 6 kvadrat metr bo'ladi. Shaharning markazida 6 kvadrat metr ham katta pul turadi. 4-toifa uy yoki yer boshqa odam nomida turganlar. Masalan, siz 15 yil oldin tanishingizdan uy sotib olgansiz. Lekin oldi sotib notariusdan o'tmagan. Tilxat bilan pul bergansiz. Hozir uyda siz yashaysiz, lekin kadastrda egasi o'sha tanish. U odam vafot etsa, uning merosxo'rlari kelib, bu uy bizniki deyishi mumkin. Siz pul berganingizni isbotlashga majbur bo'lasiz. Tilxat ham yordam berishi mumkin, lekin mulk huquqini to'liq himoya qilish har doim kafolat emas. 5-toifa tadbirkorlar. Do'kon, ombor, ustaxona, kafe, avtoservis ishlatayotganlar alohida ehtiyot bo'lishi kerak. Yerning maqsadi uy-joy uchun bo'lsa, siz u yerda ishlab chiqarish yoki savdo qilsangiz, maqsadsiz foydalanish masalasi chiqadi. Masalan, 4 sotik hovlida katta shinalar ustaxonasi ochilgan. Qo'shnilar shovqin va hid bo'yicha shikoyat qilgan. Tekshiruv kelganda faqat sog'liq emas, yer maqsadi sanitariya, yong'in xavfsizligi, qurilish hujjatlari ham ko'riladi. Agar sizning uyingiz yoki yer uchastkangiz kadastrda aniq sizning nomingizda bo'lsa, mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, yer maydoni va bino maydoni hujjat bilan mos bo'lsa, meros bo'yicha nizo bo'lmasa, qurilish va qo'shimcha imoratlar rasmiylashtirilgan bo'lsa, siz asosiy xavf guruhida emassiz. Lekin bu umuman tekshirmasam ham bo'ladi degani emas. Chunki amaliyotda ba'zan kadastr xatolari ham uchraydi. Familiya noto'g'ri yozilgan. Pasport ma'lumoti eski, yer maydoni noto'g'ri tushgan, bino raqami adashgan, ko'cha nomi o'zgargan, lekin hujjat yangilanmagan. Masalan, fuqaro 2005 yilda uy olgan, hujjatlar joyida, lekin pasport seriyasi o'zgargan. Familiyada bitta harf xato, elektron bazada eski manzil turibdi. U bankdan kredit olmoqchi bo'lsa yoki uyini farzandiga hadya qilmoqchi bo'lsa, notariusda muammo chiqadi. Shuning uchun men tinch bo'lish deganda faqat divanda o'tirishni emas, bir marta tekshirib, hammasini joyiga qo'yishni nazarda tutyapman. Birinchi misol, Toshkent viloyatida bir oila 7 sotik hovlida yashaydi. Kadastrda uy otaning nomida, ota vafot etganiga 8 yil bo'lgan. Uyda kenja o'g'il yashaydi. Qolgan 3 merosxo'r boshqa joyda. Hududdan yangi yo'l o'tishi aytiladi. Kompensatsiya masalasi ko'tariladi. Kenja o'g'il men ta'mir qildim, men yashadim deydi. Lekin qonun bo'yicha merosxo'rlar ulushi aniqlanadi. Agar u vaqtda notariusga borib, aka-ukalari bilan kelishuv qilganida masala ancha oson bo'lardi. Endi esa kompensatsiya kechikadi, nizo sudga ketadi. Oila ichida kelishmovchilik boshlanadi. Ikkinchi misol, bir tadbirkor 300 sotik yerda kichik do'kon quradi. Yer hujjatda turar joy uchun ajratilgan. Do'kon yaxshi ishlaydi, oyga 20 million so'm aylanma qiladi. Lekin qo'shnilar mashina ko'paygani, shovqin bo'lgani uchun shikoyat qiladi. Tekshiruvda yerning maqsadi savdo obyekti uchun emasligi, qurilish ruxsatnomasi yo'qligi aniqlanadi. Natijada jarima, faoliyatni to'xtatish, hatto qurilmani buzish xavfi tug'iladi. Tadbirkor uchun eng katta zarar faqat jarima emas, balki biznesning to'xtab qolishidir. Uchinchi misol, ayol 2 yil oldin kvartira sotib olgan, lekin sobiq erining nomida qolgan. Ajrim bo'lgan, kelishuv og'zaki bo'lgan. Ayol kommunal to'lovlarni o'zi to'lagan, farzandlari bilan shu yerda yashagan. Sobiq erasi keyinchalik qarzga kiradi va kreditorlar uning nomidagi mulkni aniqlaydi. Ayol bu uy meniki deydi. Lekin reyestrda egasi boshqa. Mana shunday holatda hujjatni vaqtida rasmiylashtirmaslik juda qimmatga tushadi. 4-misol, qishloqda fermer yoki dehqon xo'jaligi yeridan boshqa maqsadda foydalaniladi. Masalan, ekin ekish o'rniga ombor qurib qo'yilgan yoki yer yillar davomida bo'shayotgan. Agar yer maqsadli foydalanilmasa, davlat uni qaytarib olish bo'yicha masala ko'tarishi mumkin. Bu xususiy uy bilan bir xil emas, chunki yerning huquqiy rejimi boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun yer hujjati mulk, ijara, doimiy foydalanish
urbot egalik kabi so'zlar nimani anglatishini tushunish kerak. Eng muhim nozik nuqta, davlat ehtiyoji uchun mulk olib qo'yilishi mumkin bo'lgan holatlar bor, lekin bu o'zboshimchalik bilan bo'lmasligi kerak. Odatda bunday jarayonda asos, qaror, baholash, xabardor qilish, kompensatsiya, kelishuv yoki sud tartibi bo'ladi. Agar sizning uyingiz yo'l, ko'prik, maktab, shifoxona yoki boshqa loyiha hududiga tushsa, siz darhol hujjatlaringizni yig'ishingiz kerak. Kompensatsiya miqdori bozor qiymatiga, mulkning hujjatdagi va real holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar qo'shimcha qurilish kadastrda ko'rinmasa, baholashda muammo chiqadi. Ikkinchi nozik nuqta, egasiz mulk. Ba'zan uy bor, lekin egasi noma'lum, vafot etgan, merosxo'rlar rasmiylashmagan, bino yillar davomida qarovsiz. Bunday mulklar bo'yicha davlat organlari alohida tartibda ish yuritishi mumkin. Agar siz bu bobomniki edi deb yurgan bo'lsangiz, lekin hech qanday hujjat qilmagan bo'lsangiz, vaqt sizning foydangizga ishlamasligi mumkin. Har bir yil hujjatsizlikni chuqurlashtiradi. Uchinchi nozik nuqta. Noqonuniy qurilishni keyin qonuniylashtirishi har doim ham mumkin emas. Odamlar jarima to'lasam bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, agar qurilish xavfsizlik normasiga zid bo'lsa, muhofaza zonasida bo'lsa, qo'shnining huquqini buzsa, ko'cha chizig'iga chiqsa, gaz quvuri yoki elektr tarmog'i ostida bo'lsa, uni rasmiylashtirish rad etilishi mumkin. Demak, avval qurib olib keyin hujjat qilaman degan yondashuv eng xavfli yo'l. To'rtinchi nozik nuqta. Soliq to'lash mulk huquqini avtomatik bermaydi. Ko'p odam men 10 yildan beri yer solig'i to'layman, demak meniki deydi. Soliq to'lovlari dalil bo'lishi mumkin, lekin mulk huquqining o'zi emas. Asosiy dalil davlat ro'yxatidan o'tgan huquqdir. Soliq, kommunal, mahalla ma'lumotnomasi, qo'shni guvohligi yordamchi hujjatlar bo'lishi mumkin. 5-nozik nuqta, ulushli mulk. Agar uy 3 kishiga tegishli bo'lsa, bitta odam butun uyni sotib yubora olmaydi. U faqat o'z ulushini tasarruf qilishi mumkin. Bunda ham boshqa ulushdorlarning huquqlari bor. Oilaviy mulkda turmush o'rtog'ining roziligi, meros mulkda merosxo'rlarning ulushi, voyaga yetmagan farzandlar yashaydigan uyda vasiylik organi masalalari chiqishi mumkin. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni beraman. Birinchi qadam, kadastr hujjatingizni toping va tekshiring. Unda mulk egasi kim, yer maydoni qancha, bino maydoni qancha, huquq turi nima, manzil to'g'rimi, chegaralar qanday ko'rsatilgan, hammasini ko'ring. Agar hujjat eski bo'lsa, elektron reyestrdagi ma'lumot bilan solishtiring. Buning uchun kadastr organiga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli elektron xizmatlar orqali murojaat qilish mumkin. Ikkinchi qadam, mulk nomi kimda turganini aniqlang. Agar uy ota-onangiz, marhum qarindoshingiz, sobiq turmush o'rtog'ingiz yoki sotuvchi nomida qolgan bo'lsa, buni cho'zmasdan hal qiling. Meros bo'lsa, notariusga boring. Oldi sotdi bo'lsa, notarial bitim yoki sud orqali huquqni tan olish masalasini ko'rib chiqing. Faqat tilxat bilan yillar davomida yashash juda xavfli. 3-qadam, ruxsatsiz qurilishlarni tahlil qiling. Hujjatdagi maydon va amaldagi maydonni solishtiring. Masalan, kadastrda 1000 kvadrat metr yozilgan. Amalda 1065 kvadrat metr bo'lsa, 45 kvadrat metr qayerdan paydo bo'lganini aniqlang. Agar qonuniylashtirish imkoni bo'lsa, ariza bering, loyiha hujjatlari, texnik xulosa, qo'shnilar roziligi talab qilinishi mumkin. Lekin har bir holatda mutaxassis bilan maslahatlashgan yaxshi. 4-qadam, yer maqsadini tekshiring. Uy-joy uchun ajratilgan yerda ishlab chiqarish, savdo, ombor, avtoservis yoki kafe ochgan bo'lsangiz, yerning maqsadini o'zgartirish mumkinmi? Ijara yoki ruxsat hujjatlari kerakmi? Shuni aniqlang. Tadbirkorlar faqat soliq ro'yxatidan o'tish bilan cheklanmasligi kerak. Binoning foydalanish turi ham mos bo'lishi zarur. 5-qadam, barcha to'lovlar va qarzlarni tekshiring. Mulk solig'i, yer solig'i, kommunal qarzlar, ijro hujjatlari, taqiq va garov bor yo'qligini aniqlang. Ba'zan odam uyini sotmoqchi bo'ladi, notariusda taqiq chiqadi. Sababi eski jarima, kredit qarzi yoki sud qarori bo'lishi mumkin. Buni oldindan bilsangiz, muammoni vaqtida hal qilasiz. 6-qadam, agar sizga mulkni olib qo'yish, buzish, bo'shatish yoki tekshiruv haqida xat kelgan bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Xatning nusxasini oling, sanasini belgilang, qaysi organ yuborganini aniqlang. Javob yozishda men rozi emasman deb umumiy gap yozmang. Aniq yozing, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlar mavjud, baholash o'tkazilmagan. Kompensatsiya masalasi hal qilinmagan, qurilishim falon hujjatga asosan qilingan, qo'shimcha muddat berishingizni so'rayman. Materiallar bilan tanishishga ruxsat berishingizni so'rayman. Har bir arizadan kirim raqami oling.
Yettinchi qadam, hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Kadastr hujjati, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori, hokim qarori yoki yer ajratish hujjati, qurilish ruxsatnomasi, loyiha, soliq to'lovlari, kommunal to'lovlar, pasport nusxasi, nikoh yoki ajrim hujjatlari, merosxo'rlar bilan kelishuvlar, qo'shnilar bilan chegara dalolatnomalari bo'lsa, hammasini saqlang. Hujjatning rasmi telefonda bo'lishi yaxshi. Lekin asl nusxalar alohida joyda turishi kerak. 8-qadam, nizoli vaziyatda baholovchi va yuristdan yordam oling. Ayniqsa davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish, buzilish, kompensatsiya, ulushli mulk, meros nizosi, ruxsatsiz qurilish bo'lsa, o'zingiz yolg'iz kurashmang. Bir dona noto'g'ri ariza yoki muddatni o'tkazib yuborish keyin katta zarar keltiradi. Sudga murojaat qilish muddatlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun keyin ko'ramiz demang. Agar kadastrdagi xatoni tuzatmoqchi bo'lsangiz, arizada taxminan shunday mazmun bo'lishi kerak. Men falon manzildagi mulk egasiman. Kadastr ma'lumotlarida falon xatolik mavjud. Ushbu xatoni hujjatlar asosida tuzatib berishingizni so'rayman. Ilova qilinadi. Kadastr hujjati, pasport, mulk huquqini tasdiqlovchi shartnoma, eski reja soliq ma'lumotlari, muhimi arizani og'zaki emas, yozma bering. Agar meros bo'yicha bo'lsa, notariusga borib, meros ishini ochish yoki ochilganligini tekshirish kerak. Marhumning o'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, mulk hujjatlari, merosxo'rlarning pasportlari kerak bo'ladi. Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa, sud orqali merosni qabul qilganlik faktini belgilash masalasi chiqishi mumkin. Agar sizga buzish haqida ogohlantirish kelgan bo'lsa, birinchi kunning o'zida hujjatlarni yig'ing. Obyekt qachon qurilgan? Kim ruxsat bergan? Kadastrga kiritilganmi? Elektr, gaz, suv ulanishlari qonuniymi? Qo'shnilar e'tirozi bormi? Xavfsizlikka zid emasmi? Shularni isbotlash kerak. Har bir tekshiruvchining og'zaki gapiga emas, yozma hujjatiga tayaning. Azizlar, 12307 sonli yangi qonun atrofidagi eng katta xulosa shuki, hujjati tartibda bo'lgan odam mulkini himoya qila oladi. Hujjati chala odam esa xavf ostida qoladi. Bu hammaning uyini olib qo'yish degani emas. Lekin beparvolik davri tugayapti. Endi mulk huquqi faqat xalq biladi, mahalla biladi. Men yashayapman degan gaplar bilan emas, rasmiy hujjat, kadastr, reyestr qonuniy asos bilan himoya qilinadi. Bugun uyga borgach, kadastr hujjatingizni ochib ko'ring. Mulk kimning nomida? Maydonlar mavsumiy meros rasmiylashganmi? Qo'shimcha qurilishlar kiritilganmi? Soliq va taqiq yo'qmi? Shuni tekshiring. Agar muammo topsangiz, qo'rqmang, lekin cho'zmang. Davlat xizmatlari markazi, kadastr organi, notarius, zarur bo'lsa yurist va sud orqali masalani tartibga keltiring. Sizda shunday holat bo'lganmi? Uy boshqa odam nomida qolganmi? Meros rasmiylashmaganmi? Kadastrda xato chiqqanmi? Yoki buzish haqida ogohlantirish kelganmi? Izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki mulk masalasida bir kun oldin bilgan ma'lumot bir necha yil sudlashishdan qutqarib qolishi mumkin.